Kelib tushgan navbatdagi savol. Assalomu alaykum. 20 yoshdaman, turmushga chiqqanman. Hayz ko'rmayapman. Nimadan bo'lishi mumkin? Bu holatda avvalambor aniqlik kiritish kerak. 20 yoshgacha, ya'ni shu vaqtgacha umuman hayz ko'rganmisiz yoki yo'qmi? Chunki hozirgi kunda juda ko'p ayollar, qizlarimiz murojaat qilib kelishadi. Ular umri davomida umuman hayz ko'rmagan bo'ladi. Va bu tibbiyotda Mayer-Rokitansky-Kushner sindromi deyiladi. Ya'ni bunday ayol qizlarimizda tuxumdonlar bo'lishi mumkin, ammo bachadon naylari hamda qin yuzaga kelmagan bo'ladi, ya'ni shakllanmagan bo'ladi yoki qin juda ham kichkina bo'ladi. Bu ayollarimiz kelajakda o'zlari homilador bo'la olishmaydi va bu ayollarimizda bachadon yo'qligi uchun umuman hayz ko'rmagan bo'lishadi bu ayollar. Ona bo'lishlari mumkin faqatgina surrogat onalik dasturi doirasida, ya'ni o'sha tuxumdonlaridan folikulalar terib olinib, boshqa onaning bachadoniga o'tkazib beriladi. Ammo bu sindromni, ya'ni buni hozirgi kunda davolash yo'li mavjud emas. Shuning uchun sizning vaziyatingizda 20 yoshgacha hayz ko'rgansiz, keyinchalik yo'qolib ketdimi yoki umuman hayz ko'rmaganmisiz? Shu haqida to'liqroq ma'lumot kerak bo'ladi.